Yok mu? Assalomu yurtdoshlar. Bugünkü gösteren reklamamız xalqqa kerakli narsa bo'lib turibdi ba'zi. Hozir chal tuxum elidon apparat qidirilgan odamlar uchun bu. Va Xudoy bergan ham o'zimizni Yangiariq Astana qishloqidan shu apparatlarni qurib Xitoydan kelib o'rnatib xalqqa xizmat ko'rsatib ekan bu. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qo'yib o'tamiz. Shular aloqa chiqib, maillarni, Telegram nomerlarini yozsangiz, lokatsiya tashab beriladi. Assalomu alaykum, Xudoy bergana, yaxshimisiz? Xudoy bergana, bu apparatlaringizni funksiyalari nechta variantlarda tozalaydi? Qisqacha variantda tushuntirib o'ta olasizmi? Bu variantı şalı birinci esas sereliydi. Şunun için halka kolaylık aslında ekledik bunu. Şalı uğruna kızılı bir yanası ajatıp veredi. Ben dürüşünü kızılı içine sınıkı, çiğni, navusu neyse olsa aklı olan hemmesini çöpüp veredi. Şalınam her şey bir yana otlardan bir yana uruglardan tazalab yani serelep durmuş hizmet et. Baldaga, canınız sağ olsun. Xalqni o'ylab kelganingiz uchun sizga rahmat. Nomer aytib o'tsangiz, shuna aloqa chiqib keladi. 93'ten 196 69 62. Baldaga Telegramdan yozsa lokatsiya tashab berishingiz mumkin axay. O'zimiz Yangiariq tumani Astana qishlog'ida joylashgan bu. Aziz yurtdoshlar, ko'rib o'tishingiz mumkin. Xeyli kanallari bor ekan buni. Har bir kanali har xil funksiya bajarar ekan bu. Chini, boshqasi, gap qisqasi tuxumlarni dona-dona chiqarar ekan bu apparatimiz. Xudo xolasa xalqqa foydali bo'lishi uchun akkalib qo'yib berganlar buni. Pastda nomerlarni qo'yib o'tamiz. Firmamız var. Bana şalkarazdan çıkarıp lazerle elengem emmesini çıkarıp başkanı teyallap veremiz. Birinchi variantlar ham bor. Variantlar var. Doğru şöyle çıkarılıp kalganlı ya serelengenden kalganlı karazda çıkaramızda azalap veremiz. Tushunishim bo'yicha bu tuxumdan tashqari chiqqan otxotdan ham xalqi o'zi uyida yurtdoshlar ishlashni qisqacha variantda ko'rsatib o'tamiz. Avvalgi shalomimiz shu variantda bo'ladi. Ustani o'zi ko'rib chiqqan shalini sinovdan o'tkazib o'tdi. Ishlash variantlari. Bu apparatimiz o'zida 3